Yangi shofirlar uchun lifehack. Avtomobil o't oldirilgan va birinchi skorostda qo'shib qo'zg'alishni boshlaymiz. Tseplinlarni sal qo'yib olib, ham parallelni gazni bosishni boshlaymiz. Shu orqali pavorotning yoqib birinchi skorostda 30 gacha yurib olamiz, ikkinchi skorostda 50 gacha, uchinchi skorostda esa 50 dan 60-70 gacha yurib olsak bo'ladi. Keyin to'rtinchi skorostda 80-90 va undan yuqori. Radarlarga e'tibor beramiz. Skorost hozir 4 da 60 haydasak bo'ladi. 4-skorostda tezlashish vaqtida 90 gacha ham 90-100 gacha ham haydasak bo'ladi. Keyin 5-skorostda undan yuqori agar tezlanish kerak bo'lsa. Radarlarga обязательно e'tibor beramiz. Har doim shahar ichida 60 tezlikda yurishimiz kerak. Katta ko'chalarda esa 90 yoki 100. Radarlar ko'plari sal noto'g'ri yozishi mumkin. Shuning uchun ayniqsa 60 emas 55 haydasangiz bo'ladi. Chunki ko'p radarlar adashib sizga ko'p yozib yuborishi ham mumkin. Shtraf keladi. Keyin 415 ming, skidkasi bilan esa 206 ming so'm.